Turkiya Superligasi Eldor Shomurodov assist qilgan uchrashuvda Istanbul Başakşehir ishonchli hisobda g'alaba qozondi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Turkiya Superligasining navbatdagi turida o'rin olgan Karagümrük Istanbul Başakşehir klublari ishtirokidagi bellashuvda mehmonlar ishonchli 2-0 hisobda g'alaba qozondi. Bugungi dasturimiz homiysi Linebet kompaniyasi eng katta bonuslar va yuqori koeffitsiyentlarni faqat Linebet'da olishingiz mumkin. Ekstra 25 prim mugudi bilan 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiriting. Linebet havolasini video ostida qoldirdim. Dastlabki birinchi bo'limning 25-daqiqasida hamyurtimiz Eldor Shomurodov hisobni ochgan edi. Biroq gol ofsayd sabab bekor qilindi. Ikkinchi bo'limning 65-daqiqasida esa Ivan Birnich hisobni ochdi. Mazkur golga terma jamoamiz sardori assistentlik qildi. Bundan tashqari oradan 4 daqiqa o'tib, Anin Ligit Jivar avtogol muallifi bo'ldi. Shuningdek, uchrashuvning 83-daqiqasida Eldor Shomurodov zaxiraga olindi. Abbosbek Fayzullayev esa bugungi to'qnashuvning qaydnomasiga ham kiritilmagan edi. Xo'sh, Abbos nima uchun qaydnomada ham yo'q, deb ko'plab muxlislar xavotir bilan qaramoqda. Javob esa oddiy. Bu bahs Turkiya chempionati birinchi turi doirasida qoldirilgan o'yin hisoblanadi. O'yinning dastlabki sanasida Abbos CSKA futbolchisi hisoblanardi. Aynan mana shu sabab Abbosbek Fayzullayev bugungi bahsni o'tkazib yuborishga majbur bo'ldi. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Kelasi o'yinlarda Abbosbek Fayzullayev asosiy tarkibdan o'rin oladimi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.